Bugun xotinni bayramiga bir xursand qilib sovg'a olib kelaychi. Qani ko'raylikchi-da, dushmanga nima sovg'a olib kelayotganlar? Orqalaridan bir kuzataychi. Eng arzon gulingiz nechi pul ekan? Eng arzonlari 500 ming. 500 ming. Nima? Hali men 500 ming so'mga arzimaymanmi? To'xta. O'zi Guldan xotinim bo'lsa, Guldan xotinga gul olib boramanmi? Undan ham kattaroq sovg'a olishim kerak. Voy, to'g'ri aytasiz, dushman Guldan ham kattaroq sovg'aga loyiqman. Qizil ko'ylak olsammi yo qora ko'ylakda olsammi? Qizilidan oling, qoramani semiz qilib ko'rsatadi. Qorasidan olaman, qora xotinimni ariq ko'rsatadi-ku. Narxi nechi pul ekan buni? Arzimagan 3 million. 3 millionga xotinga ko'ylak olib beramanmi? 3 millionlik ko'ylakka arzimadimmi? Mani xotinim farishtaday bo'lsa, mana shu qap-qora ko'ylakni kiygizib qo'yamanmi? Da, to'g'ri aytasiz, dushman angelman. Men bundan ham kattaroq sovg'aga loyiqman. 5 millionga xotinga duxi jalkanmi deyman-da. Ha, oiladagi qadrimizni ham bildik. Xo'p, xotinimga duxini sovg'a qilsam, shunda u o'zini sassiqchadek his qiladimi? Yo'q, mani xotinim sassiqcha emas,